Qo'qonlik tabib meni ko'rsa, seni Alloh ursin, qorning teshilsin. Men rozi emasman bergan pullarimga. Shuni men faroshlik qilib, uborsalik qilib men shunga pulni yig'ib olib kelgan edim. Bir uyga 10 ta ayol yo'llagan, bir uyga 10 ta erkak yo'llagan, bir hovlida 3-4 konatada hammani erkaklarni, ayollarni yo'llagan. Tabibni oldiga boradi, aytadi: "Mana men kasalman, yura olmayman, qayerdan keldim?" deydi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, u xotin yuradi, soppa-sog'ib, prosta o'sha tabibni qorni teshilsin, rozi emasman. Qo'qonlik tabibning sirlari ochildi do'stlar. Hozir tojikistonlik opamiz bilan gaplashib qoldik. Nima bo'lgan opa? Assalomu alaykum. Hammalaringizga salom. Siz Tojikistondanmisiz? Men Tojikistondanman. Qo'qonlik tabibning oldiga qachon borgansiz? Qo'qonlik tabibning oldiga 2020-yil bordim. 2022-yil. 22-yil borgansiz. Aha. 2022-yil. Qancha pul to'lagansiz? 15 ming somon to'lab chiqib ketganmiz tag'om ikkovimiz. Dollarda qancha bo'ladi? Dollarda $1,5 ming. 1,5 ming dollarga mana shu qizchangiz yurib ketish uchun olib borgansiz Qo'qonga. Shu $1,5 ming shu qizchamni yurishini biz uni YouTube'da ko'rdik, odamlarni yurg'izadi ekan. Biz bir oy YouTube'da kuzatdik. Haqiqatan ham yurg'izib yotibdi odamlarni. Men aytdimki, "Ha, Xudodan umid." Endi Iqbol Soliyev qo'lida to'plari bor ekan deb nimni reklama qildi. Borsak, bunday qilib qizimni kallasini silaydi ekan u. Boshqa qaramadi ham. Shu bir silab qo'ydi, tamom. Qaramadi ham. Mana Keyin qanday bilib qoldingiz? Qanday bilib qoldim? Birta xonadonda yotdik. U xonadonda soppa-sog' ayollarni kolyaskada o'sha uyda kvartiram turadi ekan. Arendani kvartira. Ayollarni yollagan. Boshqa uyga yollagan, bir uyga 10 ta ayol yollagan, bir uyga 10 ta erkak yollagan, bir hovlida 3-4 konatada hammani erkaklarni, ayollarni yo'llagan. Biz bir xonasida tag'om, men, qizim, farzandlarim bilan yotdim. Bordik, biron rezultat yo'q. Ilhom degan ukasi domla bor ekan, u uydan 1-2 uy nari ko'chada ekan, nari ko'chada uning ham bordik. U hech narsa, faqat yolg'onchi tabib ekan. Mana bizni pullarimizni yeb yubordi. O'zi olmaydi pullarni. Umuman foydasi bo'lmadi. Mana qizim o'zi olmaydi pullarni-yu, ahraniga kelib olib ketadi. Ahraniga katta sumkani olgan, pullarni beringlar, u gasnisaga beramiz, yemoqqa beramiz, hammasi $15 ming 15 ming somonni berib o'sha tabibga